hech o'ylab ko'rganmisizlar, nima uchun tibbiyotda ishlatiladigan fizrastvor, ya'ni fiziologik eritma 0.9% natriy xlor eritmasi aynan fiziologik eritma deyiladi va nima uchun aynan 0.9% etib belgilangan? Buni sababini hozir tushuntirib beraman. Odatda qonimiz plazmasidagi osmolarlik, ya'ni uni osmotik bosimi 280-300 milliosmol na litr hisoblanadi va bu terminni, ya'ni fiziologik eritma terminini ilk bor tibbiyot faniga fiziolog olim Gamburg kiritgan. Ya'ni u 1896-yilda ilk bor natriy xlorni suvdagi 0.9%lik eritmasi qondagi hujayralarni buzmasligini, parchalamasligini aniqlagan. Ya'ni biz nima uchun 0.9%li fizrastvorni izotonik rastvor deymiz? Chunki bu suyuqlikni biz organizmga yuborganimizda u suyuqlik hujayralarni devoridan o'tmaydi va hujayralar, jamiki hujayralar butun qoladi. Aksincha, agar 0.9% kam bo'lsa, ya'ni gipotonik eritma bo'lsa nima bo'lardi? Unda biz qo'yayotgan aniqrog'i tashqaridagi suyuqlik hujayra ichiga kirardi va hujayra shishib yorilishi natijasida gemoliz bo'lardi. Va aksincha, gipertonik eritma bo'lganda esa hujayra ichidagi suyuqlik tashqariga chiqib, hujayra devori orqali hujayra burishib plazmoliz degan jarayon bo'lardi va hujayra nobud bo'lardi. Ana o'shaning uchun ham Gamburg, ya'ni nemis fiziologi ushbu 0.9%li natriy xlor eritmasini fiziologik normal eritma deb nomlagan va qariyb bir asr davomida, bir asrdan ortiq vaqt davomida ushbu eritma tibbiyotda normal fiziologik eritma sifatida inson tanasiga yuboriladi. Rastvorlardagi protsentlarni hisoblashni hamda gipotonik, gipertonik va izotonik rastvorlarni bir-biri bilan farqlarini men Telegram kanalimda qoldirdim, jadval ko'rinishida qoldirdim. Ushbu havola orqali o'tib, u bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi. Hammaga xayrli kun, foydali ma'lumotlarni o'qing, o'rganing va albatta rivojlaning. Salomat bo'ling.